Assalomu alaykum. Og'aylar yaxshimisizlar? Bitta oshxonaning do'sti gapdik. Mana bir xolodilnikka qo'yiladigan joy. Servantlik, svitchalik. Tomoqqa tayyorlangan svitlarni ham ta'sirlangan bitta ko'rsatib. Mana hammasi vakuumlik hozir. Bizlarga hech kim qo'ymaydi, mebelchilar. So'shilga qo'yildi. Moykani zo'ridan qo'ydik. Moykani stakanga qo'yilgan. Kanalga chiqadi. Keltovicha ishlayapti. Bu o'zi tortaydigani. Issiq suv sovuq bo'ladigan. Keyin mana bu tomonga servantlik qildik. Yerda chiroyli ko'rinadigan idishlar qo'yib qo'yadigan. Mana polkalari ichiga katta qildik. Katta qozonlar, manti qozonlar qo'yish uchun katta joy qoldirdik. Mana bu ham kattagina. Keyin bu tomonlarga mana uzunasiga ichlari bilan ko'rsatdi. Polkalik. Mana bu stolitsa qalinidan. Oddiy qo'yilgan yo'q, qalindan. Tamam. Hamma cho'tga bo'ldi. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, Instagramga, Telegramga yasab beramiz chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.